Toshkent shahar hokimining ishdan olinishi bilan bog'liq menda savol bor. Nima butun respublikadagi hamma viloyatlarda elektr va gaz muammosi bo'lmadi-yu, faqatgina Toshkent shahrida bo'ldimi? Yo'q, butun respublika bo'yicha bo'ldi. Lekin nimaga faqatgina Toshkent shahar hokimi ishdan olindi, viloyat hokimlari olinmadi? Rasmiy idoralar Toshkent shahrida joylashgan. Odamlar norozi bo'lishi kerak emas degan tushuncha qayerdan keldi va bo'lib ham elektr, gaz, suv birlamchi ehtiyoj hisoblanadi, internet birlamchi ehtiyoj hisoblanadi va bunaqangi ehtiyojni qondirish davlatning vazifasi. Xalq shu uchun vakolat beradi, xalq shu uchun soliq to'laydi va davlat bunga majbur. Xuddi elektr gazni ishlatgan paytda pullarni jaraq-jaraq olayotgan bo'lsa, agarda qarzga kiradigan bo'lsa, o'chirib qo'yayotgan bo'lsa, hattoki jarimaga tortayotgan bo'lsa, xuddi shunaqa yetkazib bera olmasligi ham davlatning 100% aybi hisoblanadi. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Va bunaqangi ta'minotni bajarmagandan keyin bitta hokimni qurbonlik echkisi kabi so'yib turib, tizimni boshqa holatlarga e'tibor bermasdan, insonlarni ko'zini aldashdan, ko'zini bo'yashdan nima foyda? Yangi O'zbekiston strategiyasi. Bu holat aslida Stalin davridan qolgan meros hisoblanadi. Stalin davrida temir yo'lda halokatlar ko'p bo'lgan bo'lsa, o'sha paytda o'zini rahbari temir yo'llar bo'yicha boshqosh bo'lgan odam Fon Meg otib tashalgan edi. Stalin uni otib tashlagan. Ya'ni muammoni tizimli hal qilmagan, yechmagan, odamlarni ko'zini bo'yagan. Mana bitta rahbarni otib tashlayman, hamma ayb unda, men o'zi zo'rman, men yaxshiman, faqat qo'l ostimdagilar yomon-da, ablahdi mana men ularni yo'q qilaman deb turib otib tashlagan. Muammo yechilganmi? Hal bo'lganmi? Yo'q. Lekin odamlar xursand bo'lgan, olqishlagan. Mana Stalin zo'r, atrofdagilar yomon. Yaxshi yutuqlar Stalinga tegishli, yomonlari faqatgina atrofdagilarga tegishli. Atrofdagilar yomon deb yurgan. Lekin muammo hal bo'lmagan. Xuddi oziq-ovqatdagi muammolar kabi. Oziq-ovqatlar bo'yicha taqsimotni hal qilgan davlat rejalashtirish boshqarmasining rahbari bo'lgan Zelenskiy, Isak Zelenskiy. Bu Isak Zelenskiy 1929-yilda O'zbekistonni ham boshqargan. Hattoki Andijonda Asaka bor-ku, Asaka ilgari Zelenskiy bo'lgan. Aynan o'sha Isak Zelenskiyning nomiga qo'yilgan. Keyinchalik otib tashalgandan keyin nomi o'zgartirilgan. Lekin nomi o'zgargan bo'lsa ham Asaka uni ismiga monand qilib qo'yilgan degan ma'lumotlar ham bor. Ya'ni Isak Zelenskiy. Bu Isak Zelenskiy o'sha oziq-ovqatlar yetishmovchilik bo'lgan paytda Stalin ottirib tashlagan. Butun aybni uni bo'yniga ag'dargan, lekin oziq-ovqat muammosi hal bo'lganmi? Yo'q, hal bo'lmagan. Ocharchilik davom etgan. Ya'ni bir rahbarni, bir shaxsni yo'q qilish bilan butun tizimdagi muammo hal bo'lmaydi. Bu faqatgina xalqni ko'zini bo'yash hisoblanadi. Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent shahar hokimining olib tashalganidan keyin ba'zi hududlarda elektr gaz berildi. U berilishining sababi ham nima? O'sha hududdagi insonlar elektr va gaz hududlariga, ya'ni o'sha ma'muriy binolarga borib turib to'polon qilishgani uchun. Endi bugungi kunda elektr va gaz ta'minlanib turgan bo'lsa, ba'zi hududlarda, ba'zi tumanlarda haligacha yo'q. Toshkent shahar hokimi ketgan bo'lsa ham Toshkent shahar hududi bo'yicha tuman, markaziy hududlarda hattoki haligacha elektr gaz muammosi bo'lib turibdi. Hokim ketdi, nega muammo hal bo'lmadi? Viloyatlarda nega hal bo'lmadi? Masalan, energetika vazir o'rinbosari ketdi. Chunki muammo u yoki bu shaxs bilan bog'lanmaydi. Muammo ildiz otib ketgan. Muammo keng qamrovli. Faqat bu narsani atroflicha aytib beraman. Biz bu narsani eshitishga tayyormizmi? Chunki biz haqiqatlarni eshitishni xohlamaymiz. Haqiqatdan holatimiz juda unaqa ichimizni xursand qiladigan darajada emas, lekin biz eshitishni xohlamaymiz. Haqiqat biz ishonmasak ham o'zgarmaydigan narsa, lekin biz ishonmaymiz deb turib ko'zimizni yumamiz, quloqimizni yopamiz, faqatgina yaxshiliklarni umid qilamiz, hech bir asossiz. Yaxshi bo'lib ketadi, yaxshi bo'lib ketadi. Xo'p, yaxshi bo'lishi uchun biror bir mehnat qilish kerak-ku, yaxshi bo'lishi uchun poydevor qurish kerak-ku. Lekin bizning holatimiz nimaga o'xshaydi bilasizmi? Saratonga chalingan odam, rakka chalingan odam shifokorga boradi va shifokor unga bir dasta tashxislarni ko'rsatadi. Tashxislar dalillardan iborat. Lekin haligi saratonga, rakka chalingan odam eshitish xohlamaydi. Kasal o'zi. Yo'q, men yaxshi bo'lib ketaman deydi. Yaxshi gumon qilaylik deydi. O qo'lingda mana tashxislar turibdi, analiz turibdi. Qara deydi shifokor. Yo'q, siz menga hasad qilyapsiz deydi. Siz meni dilimni xira qilyapsiz deydi. Eshitish xohlamaydi. Menga shu og'riq qoldiradigan dorini yozib bering, bo'ldi. Men yaxshi bo'lib ketaman deydi. Keyin nima qiladi? Soxta tabibga boradi. Soxta tabib unga aytadiki, siz ko'zga yaqinsiz. Sizga hamma hasad qiladi. Siz zo'rsiz. Sizga ko'z tekkan. Mana isiriqqa tutating, yaxshi bo'lib ketasiz deydi. Qo'y yog'i suring, yaxshi bo'lib ketasiz deydi. Shu bilan isiriq tutatib yuradi haligi odam, o'zi saratonga chalingan. Saratondan qutulish uchun qilinadigan ishlar bor, lekin ularni qilmaydi. Yaxshi bo'lib ketadi deydi. Yaxshi bo'lib ketadi deydi. Isiriq tutatib yuradi.
bir kun gup etib dumalaydi, keyin uni ko'tarib shifoxonaga olib borishadi. Kechagina tuppa-tuzuk yurgan edi deb. Nima bo'pti? El qatori yashayapmiz. Shunday deb o'zingizni yupatasiz. Aslida esa chivinchalik qadringiz yo'q. Yaxshi yashayapmiz. Yaxshi yashayapmiz. Oh, senga birov hayotidan nolayaptimi? Bizning holatimiz ham shunga o'xshaydiki, haqiqatlarni eshitishni xohlamaymiz, negativ deb ataymiz. Haqiqatlarni aytgan odamni, haqiqiy yuzimizni, haqiqiy holatimizni ko'rsatgan odamni g'alamiz deb ataymiz. Dalillarni keltirgan odamni fitnachi deymiz, sen qo'zg'olon boshlamoqchisan deymiz va oxir oqibati holatimiz yomonlashaveradi. Xuddi o'tgan yilga nisbatan bu yilgi holatimiz yomon bo'lganidek. Kimga yoqimli chaqaloqlarning kasal bo'lib qolishi, kimga yoqimli qariyalar qiynalib bunaqangi sovuqda o'tirishi. Sovuq -20 daraja qiyinchilikda, uylarda ham desa tutun chiqadigan darajada 7 qavat ko'rpaga o'ralsa ham sovuq, suya-suyagacha o'tib turibdi. Men nechun sevaman, men nechun sevaman, men nechun sevaman O'zbekistonni. Va bunaqangi holatga kelishga aslida bizani ham ozmi ko'pmi hissamiz bor. Aslida bu inqirozni uchburchakka o'xshatish mumkin. Bermuda uchburchagiga o'xshatish mumkin. Bir tarafda xalq, bir tarafda hukumat, bir tarafda tashqi kuchlar bo'lgan bir davlat. Shu uchilovini o'rtasida, masalan, Bermuda haqida afsona bor-ku. Dunyoning o'sha bir hududida Bermuda uchburchagi bor. Kema yoki qayiq o'tadigan bo'lsa, yo'q qoladi, uchburchakning o'rtasida yo'q qoladi degan afsona bor. Lekin bizning holatimizda ham xuddi shunaqa. Bir tarafda xalq, bir tarafda hukumat, bir tarafda bir davlat bor, tashqi bir davlat bor. Shuni o'rtasida bugungi kunda elektr va gaz yo'q. Xalqqa nima aybi bor degan savol bo'lishi mumkin. Biz achchiq haqiqatni eshitishni xohlamaganimiz uchun bizni qulog'imizga lag'mon ilib, shirin yolg'onlar gapirib kelaverishadi va buni hukumat qiladi. Keling bir boshdan men izohlab beraman. Hozir men sizga O'zbekistonning kelajagini aytib beraman. Xo'sh. Bu yil qishda gaz zapravkalarda ochib ko'payib ketadi. Bahor kelishi bilan yomg'irlar yog'ib, ko'chalar yana suvga to'lib ketadi. Shuncha muammolar bor ekan, shu muammolarni hal qiladigan odam topilmaydimi? Javob bermayapti. Kelasi yil qishda Nima bo'ladi? Nima bo'ladi qishda? tushunmadingmi? Chiroq o'chib qoladi. 2018-yilda ikkita maslahatchi kompaniya hukumatga aytadiki, O'zbekistonda aholi ortib boryapti. Qurilishlar ham ko'p, sanoat hududlari ham ochilyapti. Buni natijasida elektr va gazga ehtiyoj ko'payadi. Ya'ni bugunga nisbatan 2018 ga nisbatan ham ko'payadi. 1-2 yildan keyin hattoki sizlar deydi hukumatga elektr va gazni yetkazib bera olmasligini mumkin deydi. Nima sababdan? Chunki elektr energiyani yetkazib beradigan texnikalar, transformatorlar eski, ba'zilari SSRdan qolib ketgan. Gaz qazib chiqaradigan texnikalar eski, borgan sari eskirib boryapti. Borgan sari eskirsa agar gazni qazib chiqarish ham kamayadi. Ehtiyoj ko'payadi, lekin gaz qazib chiqarish, elektr energiyani yetkazib berish qiyin bo'ladi deb turib 2018-yilda ikkita maslahatchi kompaniya hukumatni ogohlantiradi. Shu sababdan ham hukumat qarz oladi. Bugungi kunda qarz, tashqi qarz, O'zbekistonning tashqi qarzi, siz va bizdan hammamizning qarzimiz hisoblanadi. Biz to'lab beradigan qarz hisoblanadi. 40 milliard dollardan ortdi. Aynan o'sha 40 milliard dollardan ortgan qarzi 20 milliardga yaqini infratuzilma, ikkinchisi transport, uchinchisi energetika sohalarini yangilash uchun, texnikalar olish uchun. Lekin nima bo'ldi? Bugungi kunda transformatorlar hali ham eski. Energetika sohasidagi, masalan, qazib chiqarishdagi texnikalar ba'zilari hali ham eski. Demakki o'marilgan. Demakki to'g'ri sarflanmagan, noto'g'ri yo'naltirilgan. Masalan, transport uchun yo'naltirilgan pul Shovvozsoyga ketgan. 1 milliard dollarga Shovvozsoy qurildi, saroy qurildi. Bugun elektr energiya uzilishlari kuzatilmasligi uchun harakatlar qilish mumkinmidi? Mumkin edi. Lekin nima bo'ldi? 2019-yilda O'zbekneftgazni rahbari chiqib turib, qish mavsumigacha shunaqangi tayyorgarlik ko'rishimiz kerakki, oldimizga maqsad va vazifa qilib olganmiz. Shu har bitta xonadonni gazi yonib, har bitta xonadonni isiydi bu yil qishda. Biz bugundan yangicha tizimga ishga o'tamiz. Butun shu O'zbekneftgaz rahbariyati va O'zbekneftgaz har bir xodimi biz 20 soatlik ish rejimiga o'tamiz. Ya'ni biz har bitta quduqni, har bitta konni yayov aylanib chiqib, har bitta muammoni joyida hal qilishga va'da berdik. 2020-yilda albatta bu rahbar gapi amalga oshmadi.
Sovuq bo'ldi, elektr energiya uzilishlari bo'ldi, gazdagi uzilishlar bo'ldi, qiyinchiliklar bo'ldi va Shavkat Mirziyoyev chiqib nima dedi? Biz bundaqa sovuqlarga o'rganmaganmiz, lekin hayot bu yil bizga shunday saboq olib keldi-ku, "Ey, ko'zingni och, mo'min musulmon, endi ob-havo o'zgaryapti. Noyabrda va dekabr boshida bundaqa sovuq bo'lmagan bizda. O'zi gaz nuqtai nazaridan-da счетчик yo'qligi uchun shunday bo'lyapti. Agar счетчикlarni joyiga qo'ysak, biz o'zimizni gazimiz bemalol o'zimizga yetadi." Qiyinchiliklar bilan bo'lsa ham, sovuqda bo'lsa ham 2020 dan 2021 ga o'tib oldik. Yoz oylari edi. Tanzila Norboyeva Senat raisi, prezidentning o'rinbosari maqomidagi ayol nima dedi? Bugun odamlar bilan uchrashganingizda, balkim sizga qaysi qishloqdan aytishgandir, lekin borganda masalan butkul svet o'chib, umuman hozir svet zulmatda o'tiribmiz degan aholini o'zi yo'q hozir. Hamma joyda hozir svet bor, lekin qandaydir sabab bilan o'chib qolgan bo'lsa, u balkim o'sha yerdagi joydagi mutasaddilarda bir aybi bilan bo'layotgan bo'lishi mumkin. Umuman olganda svet o'chish, hali zulmatda o'tirib televizor ko'ra olmaslik, bu 5 yilga oldingi tarix edi. Hozir bunaqangi tarix, Xudoga shukr, hammasi bartaraf qilindi. O'tgan yilgi qish 2021 dan 2022 ga o'tar qish anomal havo bo'ldi. Ya'ni anomal havo qishda qahraton sovuq bo'lishi emas, anomal havo qishda iliq bahoriy havo bo'lishi. O'zbekistonda o'tgan yili bahoriy issiq havo bo'ldi. Shu sababdan ham elektr va gaz uzilishlari ko'p ham sezilmadi, aholiga qiyinchilik yuzaga keltirmadi. Eson-omon o'tib olganimizdan keyin shuncha quloqqa tepishlar, shuncha lamo ilishlarga qaramasdan, ana endi odam biroz ozgina zarracha vijdoni bo'ladigan bo'lsa, 2022 ni qishiga tayyorgarlik ko'rish kerak emasmidi? Astoydil byudjetni to'g'ri yo'naltirishi, kamroq o'marish yoki hech o'marmasligi kerak emasmidi? Kamroq deyishimiz sababi qani byudjetni puli? Hamma kistaga ketyapti. 3 yil ishlamasdan to'rt etajli uy qurasan, hamma 20 ta mashina olasan. Qayerdan nima? Oylikdan olasanmi? Sal insofli bo'lgin, o'g'ri bo'l, insofli bo'lsan. Yangi O'zbekiston strategiyasi. davlat puli degan tushuncha yo'q. Hammasi tiyin-tiyinigacha xalqi puli. Tashqaridan olingan qarz ham xalq zimmasida bo'ladi va byudjetdagi pul ham xalq to'lagan soliqdan bo'ladi. Tiyin-tiyinigacha sarflanish kerak emasmidi? Aynan hozir sovuqda qiynalayotgan xalqqa yozda, bahorda hukumat g'amini chekish kerak emasmidi? O'sha amaldorlar ham ozgina mas'uliyat qilib turib shu xalq ichidan chiqqan-u, o'zi o'sha qishloq sharoitida o'sgan-u, o'sha gazsiz, elektrsiz o'zi katta bo'lgan-u, mansabga kelgan paytida qishloqdoshlari undan umid qilgan-u, hech bo'lmasa yegan tuzini, yegan nonini unutmasligi kerak emasmidi? Shu darajada nonko'r bo'ladimi? Nimaga bu darajada qizishib etishim sababini bir chetdan izohlayman. 2022-yil pullarni isrof qilinishi boshlandi. Ya'ni bugungi kunda elektr energiyani tejayli, gazni tejayli deb turib tejamkorlikka chaqirilyapti-yu, xohlagan odam xohlaganicha elektr energiyani yoqadi. Xohlagan odam xohlagancha gazini yoqadi. Pulni to'lab qo'ydimi? Muammo yo'q. Bir odam restoranga kiradigan bo'lsa, xohlasa 10 ta osh, 10 talagan osh buyurtma qiladi. Xohlasa yeydi, xohlasa uyga olib ketadi, xohlasa tovuq qilib beradi. 10 ta oshni pulini berib turibdimi? Bo'ldi. Hukumat aqllilik qilishga haqqi yo'q bu yerda. Tejamkorlik qilinglar, ayab ishlatinglar deyishga haqqi yo'q. Pulni to'lab qo'yibdimi? Xalq pulni to'lab turibdimi? Yetkazib berish hukumatni zimmasida. Yetkazolmayaptimi? Demak, hukumatning o'zining aybi bor. Qanaqa aybi? Yoz davomida, bahor davomida, ya'ni biz to'y yaxshi ko'rishimizdan bilganidek, o'yin kulgini yaxshi ko'rishimizdan bilganidek, hukumat nima qildi? Forumlar o'tkazdi, festivallar o'tkazdi, milliard pul sarflandi. Butun respublika bo'yicha bunaqangi festival va forumlar bo'ldi. Bu pullar hammasi xalqi pulidan, o'sha bugungi kunda sovuqda o'tirgan xalqi pulidan, farzandi kasal bo'lib o'tirgan xalqi pulidan. Tanzila Norboyeva boshchiligidagi, ya'ni kulgili bitta mantiqsiz bitta holat aytaman. Bir tarafda ayollar, kam ta'minlangan, kambag'al ayollar ro'yxatga, daftarga olinib turgan paytda Tanzila Norboyeva boshchiligidagi 250 ta ayol maishat qildi. Aynan o'sha kambag'al, ro'yxatga tushayotgan ayollarning pulidan. Chunki o'zini puli yo'q. Oladigan puli faqatgina byudjetdan oladi. Byudjet esa xalqi puli. Xalq degani o'sha kambag'allar ham kiradi, daftardagilar ham kiradi. Ular ham soliq to'laydi. Ayollarning huquqi teng huquqli bo'lishi kerak, ayollarni asrash kerak deb turgan Tanzila Norboyevaning boshchiligida aynan o'sha kambag'al ayollarning haqqi yilgan holatda 250 ta ayol maishat qildi. Qancha pulga? 3 milliard 250 million so'm pulga 2 kunlik maishati uchun 3 milliard 250 million so'm pul sarflandi 250 ta ayollar maishati uchun. Undan tashqari O'zbekistonda bir yilda tuzukroq bitta kino olinmaydi. Tuzukroq kino deyilgani kinoteatrlarga qo'yiladi yoki platformada qo'yiladi, daromad olinadi. Xuddi shunaqangi daromad qiladigan birorta bir O'zbekistonda film ishlab chiqilayotgani yo'q, lekin
Film ishlanmaydi, film festivallari o'tkaziladi 25 milliard so'm pulga. 25 milliard so'm xalqi pulidan festival o'tkazildi. Undan tashqari investorlar forum o'tkazildi. 15 milliard so'm sarflandi, investorlar forum o'tkazildi. Investorlar nomi ostida dunyodagi turli xil davlatlardan tadbirkorlar keldi, maishatini qildi, yedi, ichdi, ketdi. Investorlar kelib turib, O'zbekistondagi siyosiy muhitga ishonch bildirish kerak. Men ertaga pul tikaman. Bu pulimni kuyovlar, qizlar tortolmasligi kerak deyish kerak. Agarda kimdir tortib oladigan bo'lsa, davlat, sud meni himoya qilish kerak, prokuratura meni himoya qilish kerak degan ishonch bo'lishi kerak. Hokim ham, prezident ham hech kim meni bir tiyinimni ola olmasligi kerak deyish kerak. Davlat kuchli bo'lishi kerak, prezident emas, shaxs emas, kuyovlar ham emas degan ishonch bo'lsagina ana o'shanda kirib keladi. Parlament erkin bo'lishi kerak. Deputatlar haqiqatdan xalqi manfaatini himoya qilish kerak. Deputatlar xalqi irodasini parlamentda ko'rsatish kerak. Ana o'shanda kirib kelaman deydi. Ya'ni boshqa bitta kulgili tarafini aytaman, elektr gaz yo'q bo'lgan joyga qaysi investor keladi? Zavod, fabrika quradigan bo'lsa, oddiygina tikuv fabrikasini quradigan bo'lsa, elektr kerak-ku. Shunday qilib, forumlarda, festivallarda xalqi puli bir tiyin chirtin qilindi, qish keldi. Buni bir holatga o'xshataman. Haligi hikoya bor-ku, kapalak bo'ladi, chumoli bo'ladi. Ba'zi joylarda dinachi deb ham keladi. Kapalak o'ynab kulib yuradi, yoz bo'yi, bahor bo'yi, chumoli mehnat qiladi. Doimo iniga oziq-ovqat tashiydi va aytadiki, o'ynab kulib yurmayman. Qish kelsa qiynalasan deydi. Va qish keladi, o'ynab kulib yurgan ninachi, kapalak qiynalib qoladi va chumolidan yordam so'raydi. Yil davomida forumlar, festivallar, o'yin kulgi taralla bedod bo'ldi. Xalqqa milliardlab pulga salyutlar otildi, mushakbozlik bo'ldi. Oxir oqibat qishdachi chaqaloqlar qiynalyapti, ayollar qiynalyapti, homiladorlar qiynalyapti, kasalxonadagi kasallar, bemorlar qiynalyapti, qariyalar qiynalyapti. Va bunaqangi holatda aslida hukumat aybni bo'yniga olish kerak va mana xatoyimizni qildik, adabimizni ham yedik, burnimiz endi ishqalandi. Oq tavba, ko'k tavba, endi biz xalq uchun ishlaymiz deyish kerak. Yo, nima qildi? Sardor Umurzoqov, prezident administratsiyasi rahbari chiqdi. Arzon tomosha, 3 kunlik tomosha. O'sha paytda ham biz tomoshaga o'ch bo'lganimiz uchun, shirin yolg'onga aldanishi, aldamana deb yurganimiz uchun aldandik. Xursand bo'ldik. Mana endi yaxshi bo'lib ketadi dedik. Yaxshi bo'ldimi? Bo'lgani yo'q. Keyin nima bo'ldi? Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrida ba'zi hududlarga borib turib, buni natijasida o'zgarish bo'ldimi? Bo'lgani yo'q. Bunaqangi tomoshani bas qilish kerak aslida, inqirozdamiz aslida. Hukumat suyanadigan tarafi Rossiya emas, Amerika emas, Putin emas, Bayden emas, xalq bo'lishi kerak. Bunaqangi vaziyatda xalqqa suyanish kerak. Xalqqa arzon tomosha, 1-2 kunni qutqaradigan tomosha bilan ko'zni bo'yash kerak emas. Chunki bu narsa xalqni aql zakovatini ustidan kulish, masxara qilish hisoblanadi. To'g'ri, xalqimizning ko'pchiligida ta'lim saviyasi past bo'lgani uchun, ya'ni ta'lim tizimi qoloq bo'lgani uchun va undan yetishib chiqqan insonlarning bilim saviyasi kamroq bo'lgani uchun arzon tomoshaga aldanishi mumkin, lekin ko'r hassasini bir marta yo'qotadi. Ko'zi kuniga emas, kunida sinadi. Oxir oqibat nima bo'ldi? Xalq soddalik qildi, yaxshi gumonda bo'ldi, hukumat yaxshi qiladi dedi, yaxshi bo'lib ketadi dedi. Ho'y, mana ahvol, mana vaziyat, mana sharoit desa ham, yo'q bu negativ dedi. Haqiqatlarga ko'z yumdi. Hukumat ham ularni, xalqni shirin yolg'onlar bilan aldadi va o'rtada bo'shlik vujudga keldi va bundan kim foydalandi? Bermuda uchburchagini aytdim-ku. Bermuda uchburchagi xalq, hukumat va uchinchisi tashqi bir kuch, tashqi bir davlat. Kim bo'lishi mumkin? Kimdir Amerika deyish mumkin, kimdir Britaniya deyish mumkin. Keling bir tarixga qarab bir nazar solaylik. O'zbekiston tarixida oxirgi 1000 yil davomida biror bir marta Britaniya bilan yo Amerika bilan teskari bo'ldimi? Bir-biriga qarshi bitta o'q uzdimi yoki O'zbekiston Markaziy Osiyoni bosib oldimi, qamalga oldimi, suvsiz och-nahor qoldirdimi, chaqaloqlarni, qariyalarni, ayollarni o'ldirdimi, yoqib yubordimi? Yo'q, kim qildi? Rossiya qildi. Masalan, 100 yil oldin bir insonni o'zini xotirasidan, o'zini og'zidan eshitganman. Qo'qon shahrini atrofida dalala bo'lgan. Barcha dalaladagi o'sha poliz ekinlari bo'ladimi, bug'doylar bo'ladimi, hammasini ruslar qamalga olib yoqib yuborgan. Xalqqa tiz cho'ktirish uchun, xalqqa qiynash uchun, xalqqa o'ziga bo'ysundirish uchun. Shahar qamalda qolgan va o'sha qo'qonlik inson o'zini otasi mushtumdek tillani olib, yo'qchilik chunki mushtumdek tillani olib boshqa bir qishloqqa borar ekan. Boshqa bir qishloqdan mushtumdek tillani evaziga 1 kilo un olar ekan. Uyga kelib,
undan non yopib, 3 ta kulchani bittasini o'ziga olib qolar ekan, qolgan 2 tasini boshqa bir qishloqqa olib borib, mushtumdek tillaga sotar ekan. Foydasi bitta kulcha va o'sha kulcha bilan bir haftani o'tkazishar ekan. Kim qildi? Britaniya qildimi? Amerika qildimi? To'g'ri, Britaniya Eronni kemirdi. Arab davlatlarini kemirib turibdi. Amerika Saudiya Arabistonni egallab olgan. Qilgan qirg'in barotlari ochiq oshkor. Lekin mavzu O'zbekiston. Mavzu O'zbekiston bo'lgan paytda 150 yil oldin birinchi Toshkentni egallagan paytda rus askarlari nima qilgan? Toshkent shahrini o'sha amaldorlar, sotqinlar chiqib turib kaliti topshirgan darvozalarni degan gap xalqimizning orasida juda ham ko'p tarqalgan. To'g'ri, haqiqatda amaldorlar kalitni olib chiqib bergan ruslarga, bosqinchilarga. Bu lekin tarix sahifalarida yozilgan bo'lsa, bu tarix sahifani buyobeti ham bor. To ungacha kelgan qismini o'qimasak, biz xato qilaveramiz. Biz o'zimizning bobolarimizdan nafratlanaveramiz, o'zimizning o'tmishimizga, tariximizga loy chaplayveramiz va bosqinchilarni ulug'layveramiz. Bundan oldingi sahifasida nima deb yozilgan? Aytilganki, rus askarlari suvlarni yopadi. Anhorlarni o'sha Toshkent shahri bir qala bo'lgan bo'lsa, devor bilan o'ralgan bo'lsa, Toshkent shahrining ichiga kiradigan ichimlik suvlarini yo'lini to'sgan. Oziq-ovqat kirishni to'xtatib qo'ygan. Oziq-ovqatsiz, suvsiz, och nahor qolganidan keyin urushib mag'lub bo'lgani sababli kamroq talofat ko'rish uchun kalitlarni olib chiqib bergan. Kim qildi bu narsani? Rus askarlari qildi. Bugungi davrda askarlar kelib bosib olishi shart emas. Xalq siyosatga aralashmaydi, yaxshi gumon qilib yuradi, to'y mashina bilan ovora bo'lib yuradi. Hukumat bo'lsa, ana endi fursatdan foydalanaman deb turib, o'zini xalqini aldab yuradi, pulini o'marib yuradi va oxir oqibatda elektr gaz bo'yicha taqchillik kelib chiqadi. Va bundan albatta Rossiya foydalanib kelyapti. Ko'zi kuniga emas, kunida sinadi. Bu inqirozni xalqqa tushuntirish, arzon yolg'onlardan voz kechib, aqlli va oqilona qaror berish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi.